Assalomu alaykum. Bugun 15-chekini chizamiz. 15-chekini ichi olsak, bu shakl. O'nta turib, yana shakl, yana bir sol tarafga. Bunlar nima alaylıqlı bor desak, endi qarqsak, unda bu yerda bir chamber bor. Ayni bu yerda nima chamber bor. Bunun gradusi va diqqat qilsak, buning markazi bu yerda turibdi. Lekin bu yerga chekit qo'yib turib, bu tarafga yurtgan markazni. Başlasak front mana chekit o'rin qo'yib turib metr ikki chekit tanlab egizligi 60 uzunluğu 100 qilamiz. Keyin bir ta uzuk siziq. Tamam. Keyin diqqat qilsak, bu shaklniki sizishi. Endi bu yerdagi qurollardan bu 3-inchisi yoki 4-inchisini ishlasak bo'ldi. 3-inchisini ishlasak ana bu holat ishlatamiz. Ya'ni keyin buni ishlagandan keyin biz ikkisining nuqtasini, ya'ni ma'ning nuqtasi bilan hemen ölçüldü. Ma'ning nuqtasi bilan yani markazni bog'lab beramiz. Bunda qilsak bo'ldi. Yoki biz buni ishlatmasdan, yani oq yonda olsak, buni ishlatmasdan 3-chi shakl, buni ishlasak bo'ldi. Yani bu ishlash qulay. Birinchi markazni tanlaymiz. Keyin chambarni chizib, ikkinchi markazni tanlab beramiz. Keyin 3-chi bo'lib eng oxirgi o'rinni tanlab turib, buni cho'ngaytsak bo'ldi. Tamam. Endi metanab turib, bu yerga qilamisak, radiosi 180. 180. Tamam. Keyin o'tturdagi siziq bilan chetki siziqning orasi 20. Tamam. Keyin bu ostdagi chekit bilan markaz 157. Ana 157,57. Tamam. Keyin qilsa bu yerda bir tal chamber bor. Shu chamberni chizsak, markaz bu qilib turib, markaz bu chizimiz. Keyin razmini beramiz. Bunday qilsak, qaranglar. Bu diametri, bunun radiusi 228, yani 220 280 ko'paytiramiz 2 ga. Yani diametri chiqdi. Bu metin tanlab turib, metin o'chirib, sonni tanlasak, diametr, radius. Radius qilib 280 bo'ldi. Keyin ikkita siziq sizli. Yana qilsa bu yerdan to'g'ri o'shunga kelgan. Tamam. Keyin ikkinchi siziq bo'lsa, bu yerdan bu yerga kelgan. Keyin metrni tanlab turib, yani buning orasini o'lchab bersak 20. Tamam. Keyin bu bilan markaz bog'lanishlik bo'ldi. Tamam. Mana keyin qaychi qurolda buni ortiqcha o'rinlarni kesaytimiz. Tamam. Keyin qilsa bu 80 deb razmeri bor. Yani bu yerdan bu siziq 80 gradus. Tamam. Keyin bu yoqda nimaga bu ko'k bo'lmadi? Chunki biz buning nimasini buni bog'lamadik, ya'ni bu siziqni bog'lamadik. Tamam, endi bog'lab berdik, bo'ldi. Yoki biz chekni tanlab turib, ikkinchi tanlash siziq bog'laymiz. Tamam. Shunda bizning shaklimiz daha qilsak, bu ham bog'lanmoqda. Qaytirib aka bog'lab qo'ysak bo'ldi. Tamam.
Kimya bir ta ko'k chekib kelib qolibdi. Ha, buni o'chirsak bo'ldi. Mana. Mana bizning shaklimiz tayyor bo'ldi. Hamma joyi o'xshash. Full diping bo'ldi. Keyin buni saqlab olsak bo'ldi. Inshaalloh erta 16-shaklini chizamiz.